Assalomu alaykum real dunyoning real obunachilar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, tayyormisizlar, bormisizlar, omonmisizlar? Videoni oxiridan ko'ringlar. Quyosh paneli qiziqib o'tirganlar uchun. Oxirida quyosh paneli bo'yicha bir ikki shoshuli gaplar bo'lib oldi. Shunga maydonga ketib o'tib ketamiz. Ham quyosh paneli ustanovkasi bo'yicha bo'ladi. Salomlashib Assalomu alaykum real dunyo obunachilar, yaxshimisizlar, qahramonlar. Aka meni o'rda aytganda. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sağ yaxshi. Geldingizmi? Ava geldik. Quyosh panelining puli tushdimi? Ama ben ne oldu işte tutma ya. Sağ ol. Programma girip gördünüz mü? 3000 liraydık o. Ama diyeyim ben düştü. 2 ayda bir yarım mı ya bir ay düştü mü? 2 ay. 4 milyon 900 bin son. Hesap. Yaxşı aka koydum. Bizdeneki neçe kilometrede? 20 kilo. 20 kilowatt. Paşta 5 milyon diyeyim beripten. Şimdi quyosh bu ayda indi canlansa yine zakonup gideveradi. Endi o'zi iste'moliyiz bu yerda mashina. Yo men bir vaydini tok... Ha şundan keyin bu aytgan deyim. O'zi tushgani u. Bir vaydini zaryakta bu ayda 100% tok. 2 oylik iste'moliyiz. 2 aylık istimal. Mashinalaringiz ham o'zi iste'molingizda ortishib tushgan pul bu. Yine çizdiğin ekran bilen gepleştim ana düştü. Hem ben zakon prosta ekran telefonu oturup beryem sebebi yani BYD'ni kredide ekran telefonuna öğrengenden kartasına. Şu karta açsa üzünüz emeller bir şey diyeyim. BYD'ni ham to'lab qo'ygandan keyin birini olamiz. Yine bir koy ver. Hop. Videodan maksat ne bu? Maksat 500 kW aksiyaya koyuldu. Aksiyaya koyulacağının sebep hazırda bu anomal istirma şimdi mecbur bo'layotdi dedi. 2 ay 3 ay bitta foydalanıp kalınlar. Emir Bey Sentred Instagram abunachilari bor. Şu abunachilar uchun, shuni baletchiklari uchun qo'yildi bu. Onun uchun Zabizatning Emir Bekni Instagram profiline podpis bo'lib qo'yishingiz kerak. Ekranda gösterib qo'ydik. Qani, buni endi pullarni aytib o'tib ketamiz. 10 kW men oladigan bo'lsam, 10 kW men sotib oladigan bo'lsam, avval 33 million bo'lgan. 33 dan qo'ygan bundan bir ay oldin stabilni shu oyanadan 33 million bo'lib kelgan. Endi shu qo'yildi 29 milliona. 29 milyona. 29 milyona koyuldu 10 kilovatınız. Şimdi akıradan görün, yaxshilab tushunib olinglar. 29 ni men naqd bersam 29 beraman bunu koluma. Naqd bersam. Eğer yok men naqd 1 so'm pulum yok. Men bankdan kredit etib chiqarib olaman onu desem 29 ni kredit etib chiqardim. 3 yıla her ayda men kreditimi to'lashim kerak-ku. Her aya 1 milyon 100 dan chiqadi ekan primerni. Hozir biz hisoblab gördük yani programmasına girip 1 milyon 100'den kredi çıkarırken her aya 3 yıl. 3 yil. Yıllık faiz stavka 20'den. Şimdi karan işi 10 kilowatt bana bir aydan neçe so'm pul veradi. Öyle hesaplamasam. Uyni hesaplamasangiz 1 milyon 700 1 milyon 800 pul niye beradi arkaya? Öldüm kaldım diyende 1,5. 1,5dan kam bermeydi. Ana indi neçe so'm pul kaldı? 1,700 1,800 bergen yerinde 1,100'ni kredite atıp verəsiz. Size hiç değişken yok. 700 800 so'm 600 so'm her ayda pul var. 600 so'm 700 so'mni bari 200 mingga sveta geçsin. Kiseye bir biçare göç pulu ona. Pulni 1,5 1 milyon 400 kaldı. Demek şunda menden pul çıkmıydı. Geldi tuttudan quyoshdan mağdur. Az koyuş gerekten bu. Hava faydalanıp kalış gerek. Bari kışta yankı bulut vaxtında bu öyünüzü əməllesem zor gap. Şimdi bulutta kemrak işleydi. Bulutta kem buladı. Şöyle açık aydın aytılan gap bu. Şimdi bu 10 kilowatt ne ki bu? Şimdi siz halan 20 kilowatt koyun. Halan 30 kilowatt koysunlar. 30 kilowattdan köp koyup bilemem ben. İşi sunma boyunca. Koyup bilesiz. Lekin bize hazır 30 kilowatt'a don deyenimiz bu 500 kilowatt bir furalı koyup verdik bu. Şunu əməl qılalım. Köprək adama yetişi gerek. Hə, ştuk köpək gerek. Ben gel durup bana 150 kilowattını ben indirsin vermişsiniz. 50 kilowatt'tan 10 adama koysak kanalı. Neçə də şəbəkə uçab otura verəm mi? Keyin bu yine 33 tanısına doğru ya. Şu için bize 30 kilowatt'dan koyduk. Bir 10 kilowatt'tan koysak 50-60 adama yetedi. Ana 500 kilowatt bir fura. Gruppa neçə gruppa basıda usunub ketedi o? 5 gruppa. 5 gruppa barın 20 kilowattdan 100 kilo. İndi bu 5-6 gündən tam bulup qalışı mümkün bu. Ya ki 10 gündən barışı mümkün. Onun için siz ertərək zaniyyət şirkətdən Binin özünde bize 50 kilowattı gitti o satıldı. Onda videonu çıkargan siz ertərək telefon açınız gereken mi? İndi mazasını bilənlər ətürdü ki, axırqı 2 ay içinde 1-2 şavşulu videolar çıkıp aldı. Ben özüməm 3-4 adam telefon etdi. İndi Beyza səndən görüb quyosh paneli ustanovka qıldırğanmız. Sənə işlər durub, ya boş yürüyerek tamam edin dedi. Ağa mənə ustanovka qılınğan, öylə durubdu. Öyən içədən barıb görüb getdi. Pul işlər durubdu.
bu özü yıllık hisobat demi aşının yeri bo'ladi ekan-ku buni. Yillik hisobot bo'ladi. Sveta tasdiqlanadi, sveta qo'yiladi. Bir yanda bir narsadan inobat olish kerak, quyosh panel qo'yib turgan soni oshib borayotir. Как buxgalterskiy отчет. Shuni hisobidan bir oy, 2 oy bo'lib oladi zadeshka. Yani Yilda hisoboti bo'ladi. bo'lib oladi. Yilda bo'ladi. O'tgan yil ham bo'ldi, o'tgan yil lekin 1 oy kechikdi. Bu yil 2 oy kechikdi. Uni bir yeri zakonni oldu. 2 oyni bir lükçe berdi, lükçe pul tushdi. U narsa отказ bo'ladi, 250 so'm tushadi degan gaplar noto'g'ri gaplar hammasi. O bir de shuncha pullik narsa qo'yilib turibdi, Hazil akam narsa emas, u oz pul ishlaydi ekan, отказ oldu gap. O Hazil akam gap bo'lmaydi, shuncha pul 57 farmoyish bo'yicha u 33-yilda tasdiqlangan u. Hazil akam gap emas u. Qaranglar. Xo'p, men 20 kilovat qo'yadigan bo'lsam, 64 million bo'lgan ekan, endi 58 milliona tushibdi. 30 kilovat qo'yadigan bo'lsam, 95 million bo'lgan ekan, 87 milliona tushibdi. Ishi 87 ni men kredit qilib chiqaradigan bo'lsam, 10 kilovatda men ikisama 600-700 ming so'm qolib turadi har oyda. 30 kilovatda уже 1,5-2 million qoladi. Bilmayman. 30 kilovatda kamida 4,5 million bo'ladi. Kamida 4,5 bo'ladi. 4,5 bo'lsa, misol uchun 3 millioni 2 million 700 kreditga ketsa, yandan 1 million 2 million pul qoladi bundan. Ana. Bu noldan, o'zingiz kishingizdan pul sarf etmaysiz. Boras bankda, bular shartnoma beradi, bankka olib beradi, bank pul tajab beradi. Bular ustomkada hech ish yo'q, o'zingizga tushib turibdi pul. Bu shunday bo'ladi. Shuning uchun tezroq harakat qilib qolish kerak. Bu lekin ishi faqat 500 kilovat. Faqat 500 kilovat narxini aytdik biz. Bir furani skidga etib berdik biz. Ana. Gaplashinglar, garantiya bilan qo'yib beradigan, bu qo'yadigan simlari, hali biz bir video atamiz. Tez ko'rib turinglar. Bu yoqda quyosh panel ustanovka qiladigan xodim turadi. Bu yonimizda pajanining xodimi turadi. Quyosh panel yonishiga navla sabab bo'lib turibdi, nechun bo'lib turibdi. Bu отчетni aytadi, ishni holatlar bo'ldi. Bu sabablarni aytadi, texnik sabablarni aytadi. Nechik kabel qo'yish kerak, nechikindan qo'ymaslik kerak. Qaysi kabel bu chiqaradigan toka yaraydi, qaysi yaramaydi. Hali bir dona kabeldagi farq bor. Keyin avtomatlari bor bularni, to'g'rimi? Ko'p narsaga bog'liqda, ustanovkaga bog'liq. Avvalambor Xudo shukr bizga olib bir marta ham bo'lmadi, unday voqealar bo'lib turibdi. Bu hammasi sifatsiz ustanovkadan. Shöyle bana. Endi hozir misol uchun qachon bo'ladi bu sifatsiz degan yerinde, misol uchun 33 dan bo'lgan bu. 1 kilovati, 10 kilovati 33 milliondan bo'lgan. 33 ni 28 ga 30 ga tushiradigan yerlari bor. Bu kabeldan qisasiz. Sen arzon kabel qo'yasiz. Общий pulda bu 1 million tashiydi. Avtomatlarni arzondan qo'yasiz, bu 700 ming so'm tashiydi. Keyin kabellarni yoki ulidon zajim demi ulardan qisasiz, bu arzon bo'ladi. Bu vaqtda bor edi bizga to'yda kamerachi bo'lib yurgan vaqtda studiya adam olib bordik. Bu specialist kamera bo'yicha. Güçlü specialist. Bu bir to'yga borishi 150 ming so'm. Keyin taksis bolalar bor edi. Ular specialist emas, faqat kamera ushlab turadi ishlattirib. Ular 30 ming so'm oladi. Bu taksi bo'yicha specialist. Ashi gapdami bu? Bu taksi bo'yicha specialist bu. Yaradi taksichilikni. Odamning sraz olib borishi boshqasi, mashina haydashi unga zo'r. Lekin kameraga emas-da u. Prosta durib bersang bo'ldi deb 30 ming so'm ularni olib boradi. U stoykada durib beradi faqat. Ochiq guringlar mendan. Ashining gap bu. Xo'p, Amirbek Center ekranda nomerlarni qo'ydik. Telefonlashinglar, ertaroq zanit etsangizlar, bor bu. 500. Yo'masa o'sha tugaydi. Hamma qo'yib turibdi, ustof ketib turibdi hozir. Hammaning elatini ko'payib ketdi quyosh paneli. Men o'zimga chiqdilar. Bek ibn deydi-ku, ishlamin turibdi deb, keyin ana tushgandan keyin mas telefon etdi. Bek tushdi. Ajoyib. Bu meni qo'limda emas, uni tashasham meni qo'limda emas, tushirisham meni qo'limda emas, yabanni qo'limda emas. Bu tushadi, bo'ldi. Prosta hammasini birlikcha bu narsa beriladi. Buni yana shu oy-moy beriladi. Lekin yilda bo'lib qoladi. 1-2 oy bo'lib qoladi. Endi shu bilan to'xtadi. Endi bo'lmaydi, stabilni berib turadi degan emas. Keyingi yil yana bo'ladi. Keyingi yil ham bo'ladi unday yana bo'ladi. Lekin shu отчет bo'lib oladi. Keyingi yil 1 oy bo'ladimi, 2 oy bo'ladimi, 15 kun bo'ladimi, hammasini birlikcha tashiydilar baribir. Smeta qayta ishlanib olinadi. U idora tashkilotdagilar buxgalterskiy отчет desak, hamma tushunadi uni. U bo'lib oladi u. Aytadigan yangilik bo'lsa ayting. Xudo xolasa birgalikda aytib boramiz keyingi videolarda. Taklif qoldiringlar, nechasak bo'ladi. Biz bir yangilik yetchaga o'tiribmiz. Xudo xolasa tanqacha ko'rsatuv bor. Bizda bilasiz. Oshon damozni ushlayapmiz, ertaga birin kelishi kerak. Kelsa ekranda aytamiz, uni hammasini video etib chiqaramiz. Shunga bizlar bir ishni akkumulyator qo'yib bersangiz, mashinaning ichine. Siz aytdim-ku, damoz kesib bir yangilik etib chiqaramiz. Oshna trikoni sababi ko'pchilik aytib turibdi, bana borib ishda, bana borib ishda. Yangi tok yo'q yerlarga boramiz-da. Shunday vaqtida bu vajiz
Bizlere bitta tok bilan ta'minlab berib turib bilanmi? Bemalol beradi. Mesela bizning projektorlarimiz bor, kameralarimiz, san'atkorlarning instrumentlari bo'ladi. Aytib turibman-ku, muammo chiqmaydi. Hisob. Hali undan mashina ustida quyosh paneli ham qo'yib berasiz unda. Qo'yamiz, texnikani olib berasiz bir, qayta 200 ming so'm beradi ekan, u qayta jihozini bir emas. minimal bilan beradi. Tamam. Ha. Uni sizlar bilan maslahatlashib aytamiz, ulanmasini ko'rasizlar. Bizlar nav yaxshi, chet hududlarga borib, chetroq Tokio yerlarida borib bir tabiat qo'ynida jivoyni yerib bersa, nima yaxshi. Ko'pchilik yozib bizlar ham bor ekan, tomosha qilib o'tirmakda. Buni ham bir ilojini topamiz hali. Bizlarni ko'rib turinglar, quyosh panel ustanovka qilishim kerak deb o'tirgan donish bilishingiz bo'lsa, gruppadoshlar bo'lsa, qarindoshlar gruppasidan tashakkur vasilkalarni inan sizlarga garantiyali quyosh panel ustanovka qiladigan firma. Xankali bolalar, biz aynan yil bo'ldi. Reklama aytamiz, hali shu vaqtgacha xudo shukr bir pasakaratib qo'ymadilar yuzimizni. Gap bilan javob berib turgan bolalar. Atvet etadi gap bilan, ishini javob, ustalar ham specialist bolalar. O'zini ishini ustalari o'qigan bolalar, o'qigan, shuncha aytmoqchiman. Tushunchasi bor bolalar. Rahmat sizga. Amon bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Faqat 500 kilovat yoddan chiqarmanglar.